Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazida ishlashni va yashashni xohlovchilar soni talaygina. Qolaversa, boks afsonasi Mike Taysonga qo'shni bo'lishni kim ham xohlamaydi deysiz. Bugun biz Tashkent City'dagi 1 va 7 lotda qad rostlayotgan ko'p qavatli aholi turar joy binolari bilan sizni tanishtiramiz. Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazi poytaxtimizda amalga oshirilayotgan mega loyiha sifatida baholanmoqda. Unda zamonaviy injiniring talablariga to'liq javob beruvchi, biznes va turizmni rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhtasham inshootlar qad rostlamoqda. Tashkent City uchun ajratilgan 80 gektarlik maydon 8 ta lotga taqsimlangan. Lotlarda esa qurilish ishlari juda qizg'in davom etmoqda. Shaharning bu qismi bilan har kuni yo'llari tutashadigan yurtdoshlarimiz qurilish jarayonining qay darajada samarali amalga oshirilayotganining guvohi bo'lishmoqda. Deylik, erta tongda bir binoning fasadini qoplash boshlangan bo'lsa, kechki tomonga kelib u butunlay yangi qiyofada sizga peshvoz chiqadi. Tashkent City shahar ichidagi innovatsion va zamonaviy shahar. Bu yerda insonlar nafaqat kasbiy faoliyatlarni olib borishlari, balki istiqomat qilishlari ham mumkin. Nazarimizda ish joyingizning siz yashaydigan manzil bilan yonma-yon bo'lishi juda yaxshi qulaylik. Xo'sh, Tashkent City'dagi aholi turar joy binolari qanday ko'rinishda bo'ladi? Ularning o'ziga xos jihatlari nimada? Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazidagi 1 va 7 lotlarda ko'p qavatli uylar barpo etilmoqda. Mazkur ko'p qavatli uylarning qurilishi 2018-yilning may oyida boshlangan edi. Ayni paytda ularning tashqi qismi qoplanmoqda. Loyiha mualliflarining maqsadi Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazida ekologik yechim va zamonaviy dizaynga ega turar joy kompleksini bunyod etishdir. Turar joy binolarining qurilishida temir, beton hamda g'isht xomashyosidan o'rinli foydalanilmoqda. Binoning mustahkam va zilzila bardoshligini ta'minlash maqsadida inshoot qavatlar orasiga monolit, ya'ni to'qilgan armatura o'rnatilib, ularning ustiga beton qo'yilyapti. Ko'p qavatli uylarning qurilishi bilan tanishishni 1 lot, ya'ni Gardens Residence dan boshlaymiz. Mana maxsus himoya vositalariga ega bo'lib oldik. Endi 1 lotdagi tasvirga olish ishlarini ham amalga oshirsak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ko'p qavatli uylarning ustki qismi ta'mirlanmoqda. Hozir biz ayni shu mavzuda suhbatlashish uchun 1 lotning muhandisi Ibrohim Usmonjonovni suhbatga tortamiz. Assalomu alaykum. Xormanglar. Biz mana 1 lotda turibmiz. Nechta ko'p qavatli uy qurilyapti bu yerda? Hozir 1 lot bo'yicha 26 ta domimiz bor. Hozir ishimiz faqat 1-faza bo'yicha ketyapti. 1-fazada 12 ta domimiz bor. 8 etajlik penthouse
etajimiz bilan 9 etajdan iborat. Keling shu o'rinda penthouse atamasiga ham izoh berib o'tsak. Penthouse 8-etajni olgan inson 9-etaj ham uniki hisoblanadi. O'sha insonniki 2 qavat hisoblanadi. Ya'ni uyni bemalol 2 qavatli qilib ta'mirlasa bo'ladi. Bo'ladi. Nechta xonadon bor birinchi lotda? Birinchi lotda 1180 ta xonadon bor. Penthouse bilan birga hammasi. Hozir qanday jarayonlar amalga oshirilyapti? Usti ta'mirlanyapti, mana ko'rib turibmiz. Hozir jarayon shunaqaki, usti fasad qismimiz ta'mirlanyapti. Fasad qismida 3 xil xomashyodan foydalanyapmiz. Seramik, kafel, minvati, uchinchisi alikabon. Ichki qismlar отделка ishlari ketyapti. Ichki elektrika, santexnika, gaz ishi ketyapti. Umuman ko'p qavatli turar joy binolari qaysi xorijlik korxonalar bilan hamkorlikda bunyod etilyapti? Hozirgi bizani Toshkent City Lot 1 Gardens uylarimizda turk mutaxassislar bilan birgalikda ishlayapmiz. Bu yerda PMO management konsultantlar bor. Birinchi lotda 8 gektarlik maydonda 9 ta ko'p qavatli turar joy binolari barpo etilmoqda. Ulardagi xonadonlar soni 1180 tadan ortiq. Har bir qavat orasi 3 metr balandlikda qurilgan. Xonadonlarning umumiy maydoni esa 50 kvadrat metrdan 125 kvadrat metrgacha. Penthouse'larda esa bu ko'rsatkich 230 kvadrat metrni tashkil etadi. Mana hozir biz birinchi lotdagi 9 qavatli uyning birinchi qavatida turibmiz. Yuqoriga liftda ko'tarilmoqchi edik, ammo hali lift o'rnatilmayotgan ekan. Hozir bu yerda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Ko'rib turibsiz, hozir ayni paytda liftimizning metal qismi yakunlandi. Hozir endi liftimizning montaj ishlari boshlangan. Liftimizni to'la vazni, endi yuk ko'tarish vazni 1 tonnani tashkil etadi. O'zi umuman binoning balandligi necha metr? Binomizning o'zi balandligi 33 metr tashkil etadi. Deylik, bitta yo'lakda nechta xonadon joylashgan bo'ladi? Bitta yo'lakda 7 ta xonadon, 5 ta xonadondan iborat. Ichkariga yo'llar. Bugungi kunda shahar ko'chalarida avtomobillar soni ortib bormoqda. Shu bois avtoturargohlarga ehtiyoj katta. Ayniqsa ko'p qavatli uylarda yashovchilar uchun avtoturargoh masalasi juda muhim hisoblanadi. Ana shu talablarni hisobga olgan holda birinchi lotda o'ziga xos avtoturargoh qurilmoqda. U yer ostida joylashgan bo'lib, uning ustki qismida ajoyib manzarali bog' yaratilishi kutilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad Tashkent City'dagi yashil hududlarni ko'paytirish va shahar ekologiyasi tozaligiga munosib hissa qo'shishdir. 3-qavatdamiz. Bu yerda adashmasam ayvon, ya'ni balkon. Balkon bu yong'in sodir bo'lgandagi chiqish balkoni hisoblanadi. Evakuatsionniy da. Mana biz hozir ayvonga chiqdik, 3-qavatning ayvonidamiz. Mana hovlining markazidan nima o'rin olgan bo'ladi? Hovlimizda daraxtlar bo'ladi, o'simliklar bo'ladi, gullar ekiladi, landshaft bo'ladi, hovuzlar bo'ladi, sun'iy, avtoturargoh bo'ladi. Bizani podval qismimizani. Bu o'sha landshaft tagida. Yer osti qismida bo'ladi yani. Bo'ladi. Hozir mana bu ishlar mening e'tiborimni tortdi. Ular nima bilan band ayni damda? Ayni damda bular o'sha avtoturargohi, o'sha to'shama qismi deydi. To'shama qismini armaturasini boylab ishlari ketyapti. Ustini ya'ni qoplashyapti. Avtoturargoh birinchi lotdagi barcha xonadon egalari uchun yagona hisoblanadi. Shu bois u 1400 dan ortiq joyga ega.
Unda 3 ta kirish va chiqish joylari bo'ladi. Demak, mana ko'p qavatli uylardagi xonadonlardan biri. Necha xonali bo'ladi bu uy? Bu bizni bir xonali studio xonamiz bo'ladi. Qanaqa taqsimlangan bo'ladi? Oshxonamiz bilan mehmonxonamiz ochiq bo'ladi. Bu tomonda hojatxona, bu yerda yotoqxona joylashgan bo'ladi. 50 kvadrat metrdan tashkil qiladi. Va yana ayvonlar ham bo'ladi. Ayvonlari ham bo'ladi. Ayvon bu yoqda. Mana 8-qavatga ko'tarildik. 8-qavatimiz 65 metr kvadrat tashkil qiladi. Bu yerda oshxonamiz bor va 3 ta yotoqxonamiz bor. 3 ta yotoqxonaga plus yana 2 ta hojatxona va dushovoy kabina bor. Bu ko'p oilaliklarga mo'ljallangan. Demak, bu zinadan 9-qavatga ko'tariladi. Bu zinadan ham. Ya'ni 8-qavatdagi uyning 2-qavatiga, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir chiqsak bo'ladi u yoqqa? Bu bizning shu penthouse 9-etajimiz, qavatimiz. Bu yerda mehmonxona va yana bitta yotoqxonamiz bor. Shu o'rinda penthouse atamasiga to'xtalib o'tsak. Penthouse bu osmono'par bino yoki ko'p qavatli uyning eng yuqori qavatida joylashgan barcha qulayliklarga ega zamonaviy xonadon. U eng kamida 2 qavatdan iborat bo'ladi. Shuningdek, ochiq ayvon va kichik bog', terrasaga ham ega bo'lishi kerak. Uning deraza va ayvonlari shaharning eng go'zal manzarali joyiga qaragan bo'lishi lozim. Birinchi lotdagi turar joy majmuasida penthouselarning qurilishi bu Tashkent City loyihasining o'ziga xosligini ta'minlovchi yana bir jihatdir. E'tiborimizda 7-lot. Xushmanzara saylgoh, ya'ni bulvarga ega bo'lishi kutilayotgan mazkur turar joy kompleksi ham ko'pchilikning qiziqishiga sabab bo'lmoqda. Umumiy 11 ta bino bor, 7 qavatli hammasi.
11 ta binomizda 1160 ta xonadonlar mavjud. Birinchi qavatimizda savdo do'kon, kafelar o'rin olgan bo'lib, ularning umumiysi 155 ta 21 ming kvadrat metr tashkil etadi. Uylar necha xonali bo'ladi? Bizda uylar 2 xonadan 4 xonagacha. Keyin har bitta binoimizning o'zini ichki hovlisi bor. Ichki hovlida alohida kirish qismlari bor. Bizda unda hammasi qo'riqlash tizimlari, kameralar hammasi yo'lga qo'yilgan bo'lib, odamlarga qulayliklar yaratilgan. Bolalar o'yingohlari bor ichkarida. Begona odamlar kirishga ruxsat bo'lmaydi. O'sha yashovchilar uchun o'zini tanishlariga hammasi ruxsat orqali kiriladigan bo'ladi. Bizda bundan maqsad yangi zamonaviy texnologiyalarga o'tib, har xil xavfsizlik tizimlarini yanada kuchaytirish va odamlar o'zini hovlisida o'zini xavfsiz his qilib bemalol yura oladi. Umuman hozir qanday jarayon amalga oshirilyapti 7-lotda? Hozir ko'rib turganingizdek, bizda qurilish ishlari 70% dan oshiq bitgan. Beton ishlari yakunlanib bormoqda. Keyin bizda qurilishimiz 2 etapga bo'lingan. Birinchi etapimiz bizda sentyabrga qadar bitishi kerak. U birinchi etapimizda bizda hozir 4 ta bino uje qurilishlari bit bo'lib, fasad qismiga o'tyapmiz. Hozir fasadda bizda izolyatsiya ishlari boshlangan. Undan keyingi bizda etaplarimiz uje detal yopishtirishlari, uje binoimizning ustini jihozlash boshlanadi. Bulvar bu shahar markazida joylashgan aholi turar joy majmuasidagi katta sayr maydoni, ya'ni yurish yo'lagidir. 7-lotda bulvar bunyod etish rejalashtirilgan. U Alisher Navoiy Shoh ko'chasidan boshlanib, Furqat ko'chasi bo'ylab davom etadi va Xalqlar do'stligi metro bekatiga tutashadi. Uning eni 25 metr, umumiy uzunligi esa 850 metrni tashkil etadi. Tashkent City'dagi bulvarning ko'rinishi qanday bo'ladi? Bulvar bu Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazida yashovchilar uchun yaratilgan so'lim xiyobon. Albatta bundan tashqari Tashkent City'ning 8-lotida katta istirohat bog'i ham barpo etilmoqda. Bulvarimiz 7-lot markazidagi 2 ta turar joy binosining oralig'ida bunyod etiladi. Unga ekiladigan o'simlik, daraxt va gullar masalasida alohida izlanyapmiz. Bu borada yurtingizning serquyosh o'lka ekanligini ham hisobga olish kerak albatta. Shu bois biz mahalliy va xorijiy o'simliklardan foydalangan holda xiyobondagi salqinlikni ta'minlamoqdamiz. Bulvarda o'rindiqlarning soni ham ko'p bo'lishi kerak. Bu masalada ularning o'ziga xos dizaynga e'tibor qaratdik. Xullas, bulvarni Tashkent City'dagi eng ko'rkam saylgohga aylantirish istagidamiz. Tashkent City'dagi 1 va 7-lotlarda, ya'ni 20 gektarlik maydonda ko'p qavatli aholi turar joy binolari qad rostlamoqda. Ulardagi qavatlar soni 6, 7 hamda 9 qavatdan iborat. Ko'p qavatli uylarning 1-qavatida turli savdo do'konlari, ko'ngilochar markazlar hamda tamaddixonalar bo'lishi kutilmoqda. 7-lotning o'ziga xos jihatlaridan yana biri bu yerda poytaxtimizdagi yirik Shopping Avenue faoliyat yuritadi. Unda dunyoning ko'zga ko'ringan brendlari o'z do'konlarini ochishi kutilmoqda. 7-lotdagi turar joy binolarimizning qurilishida smart, ya'ni aqlli texnologiyalardan ham foydalandik. Masalan, Dipmixning texnologiyasini olaylik. U binoning poydevori, ya'ni yerdagi qatlamini mustahkam qilishda xizmat qiladi. Bunda yerga chuqur o'rnatiladigan svaya, ya'ni qoziqlar ishlatildi. Avtoturargohlarda esa jeftan havo aylantirish sistemasi joriy qilinadi, chunki avtoturargoh yer ostida bo'ladi. Favqulodda vaziyatlarda, masalan, yong'in chiqqanda o'chirish uchun Springer tizimi qo'llanilmoqda. Turar joy majmuasida yashovchi aholining xavfsizligini ta'minlash maqsadida esa yo'laklarning uyga kirish qismlarida maxsus zamonaviy imkoniyatlarga ega kameralar o'rnatiladi. Turar joy majmualarining pastki qavatida ular uchun maxsus joylar ajratilgan. Savdo komplekslarining balandligi 7 metrni tashkil etadi. Dunyoning ko'plab rivojlangan shaharlarida, xususan Parij, Milan, Barselona, Istanbul, Londonning markaziy nuqtalarida ana shunday yirik savdo markazlari mavjud. Bu nafaqat shahar aholisi, balki sayyohlar uchun ham yaratilgan munosib qulaylikdir. Binolarning qurilishida qanday xomashyolardan foydalanilyapti? Mahalliymi yoki xorijiy? Bizda qurilishda mahalliy bor hamda xorijiylar bor. Xomashyolarimiz xorijiylardan bizda
qurilishga apalovka deyiladi. Ana qolipimiz u Turkiyadan kelayotgan qoliplar. Keyin texnikalarimiz bor. Qolgan sement, qolgan xomashyolar hammasi o'zlarini ichki xomashyolar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Nechta shu quruvchi mehnat qilmoqda? Hozirgi kunda bizda 1100 dan oshiq qurilish ishlayapti. Endi bizda bizning grafikimiz bo'yicha sentyabrga qadar bundan yanada ko'paytirishimiz kerak. Odam ishchi kuchini ko'paytirib, biz qurilishni yanada tezlashtirib, o'sha bizga berilgan muddatgacha tezroq bitkazib topshirishga harakat qilamiz. 7-lotdagi o'sha uylar boshqa ko'p qavatli uylardan nimasi bilan farq qiladi? O'ziga xos jihati nimada? Bizdagi xonadonlar boshqa xonadonlardan farqli tarafi bizning uylarning balandliklari yuksak. Keyin har bitta xonadonning o'zini balkonlari bor, tashqariga qaragan. Uni qulayliklari podvolda bizda stankalari bor. Har bitta kvartiraning o'zini stankalari bo'ladi. Ungacha liftlarda tushib bemalol qulayliklari bor. Yana bir ma'lumot, Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazida keng ko'lamli qurilish ishlari amalga oshirilayotganini hisobga olib, qurilish obyektining o'zida beton ishlab chiqaruvchi zavod ishga tushirilgan. Unda har kuni 2000 kub metr beton tayyorlanadi. Qurilish jarayoniga beton qanchalik tez yetkazilsa, binoning sifatli va mustahkam bo'lishi ta'minlanadi. Bizning obyektimiz bo'yicha lot 7da ob'yemimiz 165 ming kuba beton markasi olinadi. Shundan hozirda biz 125 ming kuba olindik. Shu betonlarni o'z vaqtida yetkazib berish uchun Toshkent Cityning o'zida beton stansiyasi qurilgan. Aytilgan vaqtida zaifkasini berilganda 5 minut ichida bitta mashinada beton kelinadi. Beton stansiyamizning vazifasi shu betonni o'z vaqtida chiqarib, sifatli ham mustahkam bo'lishini ta'minlab berish. Bu betonni tarkibi umuman markasi qanaqa? Beton tarkibi bizning obyektimizda ishlatiladigani 200 markadan 400 markagacha ham ishlatiladi. Bularning farqi sementda bo'ladi. Hammasi betonni mustahkam bo'lishi, o'zi shu komponentlari bor, shu 4 ta komponenti bor. Sement, suv, sheben, klinish, shu qumdan tashkil topgan. Yana shunga bog'liqlik joyi o'z vaqtida quyilishida. Ko'rib turganingiz birinchi qavatimizda travertin ishlari boshlab yuborilgan. Biz travertinni foydalanyapmizda. Birinchi qavatlarimiz tabiiy chiqish uchun klassik inshootlarga o'xshab, Yevropa binolariga o'xshagan go'zal bir holi kelish uchun tabiiy toshlardan foydalanyapmiz. Yuqori qavatlarimizda fiberbeton, fasadni gipslardan foydalangan holda klassik detallarni ishlab chiqilyapti. Tashqarimizdan izolyatsiya qismlari ham boshlangan. Bu bizga inshootimizning ichidagi temperaturani ushlab turishdan, issiq tashqariga chiqib ketmaslik, sovuq tashqariga chiqib ketmaslik uchun himoyasida saqlaydi. So'ngra biz bu izolyatsiya ishlaridan tugallangandan so'ng ustiga biz fasad klassik detallarimizni yopishtirishni boshlaymiz. Birinchi qavatimizda hozir katta oynalardan foydalanyapmiz. Bu oynalar bizga beradigan ustunligi mana hozir biz fasad qismimizni park tarafga qaragan tarafda turibmiz. Bu kafe, restoranlar bo'ladi bu taraflarda. Oynamizning balandliklari ko'rganingizdek 6 metrgacha. Birinchi qavatimiz balandligi 7 metr. Buni sotib olgan do'kon egalari xohlaganicha uni foydalanishi mumkin. Uni ichida sovutish sistemalarini xohlaganicha qo'llanishi mumkin. Shuning uchun qulaylik bo'lishi uchun biz magazinlarimizning balandliklarini yuksak qildik. Keyin tashqarimizda brushatkalarimizni ishlatyapmiz. Brushatkalarga biz tabiiy toshlardan foydalanyapmiz. Keyin alleyalarimiz, bulvar oraliqlarida yashilliklar bor. Skameykalarimiz bor. Odamlar o'tirish uchun, qorda qolish uchun yashilliklarning tagida, daraxtlarning tagida soyalar, shunani keyin dekorativ elementlardan foydalanganmiz. Odamlar buni oldiga kelib rasmlarga tushish uchun. Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazida ulkan bunyodkorlik ishlari amalga oshirilyapti. O'nlab brigadalar qurilish maydonlarida ish bilan band. Albatta, bunday qurilish obyektlarida texnika xavfsizlik choralari ham ko'ngildagidek bo'lishi lozim. Har bir xavfli ish boshlashimizdan oldin naryodopisk qilamiz. Naryodopisk qilganimizdan keyin tushuntirish ishlari olib boriladi va o'zini himoya qilish vositalari bor bizda. Har bir ishchiga personal tarqatiladi. Bu form kaska, xavfsizlik kamari bor va oyoq kiyimi. O'sha xavfsizlik kamarini ishlatamiz. Xavfsizlik kamari
bizada staloy tros tortilgan, har bitta qavatda, har bitta ish joyida staloy trosga taqiladi va shundan so'ng ish boshlanadi. Har bitta o'sha ishlatilayotgan joyda nima deydi? Prorabimiz bor. Prorabimiz nazorat qilib turadi. Nazorat qilib turgandan keyin ish boshlashadi. Borishmay etilgan hududlarning o'zini znaklari bor. O'tish, yurish va turish qat'iyan taqiqlanadigan joylar. O'sha znaklar orqali biz belgilab chiqqanmiz va iloji boricha hamma yoqni yopib chiqqanmiz. Bizda asosan hozir binoning ichida, tashqarisidan hisobga olmasa binoning ichida prayomlar yopilgan hammasi. Ограждениyalarimiz bor. Shu chora-tadbirlar hammasi ko'rilgan oldindan. Stankalarimizdan eskalatorlar bor, chiqadigan. Eskalatorlarimiz bu odamlar o'zini mashinasini stankaga parkovka qilgandan keyin tepaga chiqish uchun ularga hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmaydi. Bemalol chiqib, oilasi bilan chiqib, savdo sotiqda narsalar sotib olgandan keyin magazinlardan bemalol pastga tushishi mumkin. Hamda bizda nogironlar uchun nogironlarga moslashgan liftlarimiz bor. Fasad qismlarimizda energiya tejamkor lampalardan foydalanyapmiz. Bu kechqurun biz yoqganimizda fasadlarimizni go'zal qilib ko'rsatish uchun. Ammo biz bir tarafni ham hisobga oldik. Uyda yashovchi odamlar uchun bu kechqurun xalaqit bermaydi. Faqat biz buni shunaqa holatda joylashtiramiz lampochkalarimizni. Odamni uyda o'tirganingizda kechqurun kimdir voqea uxlaydi. Uxlaganda uyni kvartirasi yorishib ketmaydi. Faqat binoning tashqi qismlarini yoritamiz. Keyin bizani bino koridor, hol qismlarimizda sensorlar qo'yganmiz. Bu odam yurganda chiroq yoqiladi. Odam bo'lmagan paytda energiya tejash uchun bu chiroq o'zi o'chib turadi avtomatik. Ko'pchilikni Tashkent Cityda qad rostlayotgan turar joy binolarining ichki ko'rinishi qanday bo'ladi degan savol qiziqtirishi tabiiy albatta. Biz hozir ana shu savollarga javob topamiz. Ayni damda biz 2 xonali uy uchun ajratilgan maxsus showroomdamiz. Demak, ketdik. Ko'rib turganingizdek, bu yer mehmonxona va u yerda barcha zarur jihozlar, mebellar muhayyo qilingan. 2 xonali uy uchun ajratilgan joy esa 67 kvadrat metrni tashkil etadi. Ayollarning eng sevimli maskani oshxona. Albatta uni u qadar katta deb bo'lmaydi-yu, ammo juda ham shinam. Eng muhimi esa bu yerdan ayvonga chiqish imkoni ham mavjud. Showroomdagi xonalar modern va neoklassik uslubida loyihalashtirilgan. Shu bois ularda qulaylik birinchi o'rinda turadi. Yana bir ma'lumot, xonadonlardagi isitish tizimi, suv ta'minoti har bir uyga alohida o'rnatilgan qurilmalar orqali boshqariladi. Bugungi kunda Tashkent Citydan uy xarid qilishni istovchi yurtdoshlarimiz va xorijliklar juda ko'pchilikni tashkil etadi.
Ularga xalqaro standartlarga mos ravishda xizmat ko'rsatish uchun qurilish maydonining o'zida zamonaviy talablarga mutlaq javob beruvchi savdo markazi ham tashkil etilgan. Bu yerda menejerlar kelgan xaridorlarga turar joy majmuasining joylashgan o'rni, interyeri, xonalar taqsimoti haqida batafsil ma'lumot beradilar. Shu bilan birga ularni ko'p qavatli uylarning 3D ko'rinishi bilan ham tanishtiradilar. Know-how deganlari shu bo'lsa kerak-da. kvadrat metrni o'z ichiga olgan 3 xonali uyning showroomidamiz. Hozir u bilan tanishishni boshlaymiz. Bu yer ko'rib turganingiz oshxona. U yer ancha keng. Bu esa mehmonxona. Uning interyerini ham o'ziga xos deyish mumkin. Bu yer yotoqxona va eng asosiysi bolalar xonasi ham mavjud. Xaridorlar showroomga kirib, turar joy majmuasidagi xonadonlarning qanday ta'mirlanishi va jihozlanishi haqida tasavvur hosil qilish imkoniyatiga ham egalar. Bilasiz, bugungi kunda turar joy binolari foydalanuvchilarga korobka, ya'ni quti shaklida topshiriladi. Uy egasi o'z didi va xohishiga ko'ra xonalarni taqsimlashi va ta'mirlashi mumkin. Uyning bezak va jihozlash ishlari ham ancha vaqt, yugur-yugur hamda ovoragarchiliklarni talab qiladi. Shu bois soha mutaxassislari bu borada ham qator takliflarni berishmoqda. Hozirgi kvartirangizni ko'rsatdim. Endi misol uchun planga o'tsak, xonadonga kirish eshigi. Kirganingizda yo'likdan kirganda o'ng qo'lda garderobni shkaf, misol uchun o'tda kiyimlarni yechib, misol uchun kiyimlarni yechib, mehmonlar ham kiyim o'tda yechadi. Bu yerda o'ng qo'lga kirganda mehmonxonamizni ikkita zonaga ajratganmiz. Misol uchun bittasi bu yoqda stulli, bu yoqda yumshoq mebelli joyimiz. Bu yerda o'tirib televizor ko'rish mumkin. Misol uchun bu yerda ovqatlanib, oila davrasida u yoqqa nima chiqib ketadi? Mehmonxonadan bu yerda balkonga chiqsangiz bo'ladi. Bu yerda balkonga chiqadi. Bu yoqdan kirganda Kecha shu balkon qayerga qaralgan? Sizda hozir bu yerda bog' tarafga qaragan o'sha park ko'rinadi. Park ko'rinadi. Bu yoqda kuxnyamiz, kuxnyada oshxonamiz, oshxonada
o'ng tarafda mana shaxtamiz. Shaxta bo'lgani uchun bu o'ng tarafga kuxonniy mebel joylashtirganmiz, chunki bu yerda buni kanalizatsiyasi bunga ulangan bo'ladi. Shaxtalari bunga ulangan. Bu yerda misol uchun ovqatlanib o'tirish uchun stol. Bu yoqqa chiqqanda bu bolalarning yotoqxonasi. Bu yerda o'zini karavati, dars qiladigan joyi. Bu yerda ikkinchi yotoqxona, misol uchun bittasi qizlar uchun bo'lsa, bittasi bolalar uchun. Bu yerda kirgan kattalar uchun yotoqxona, buni ichida uni o'zini hammom annasi, bu yerda uni o'zini garderobisi, bularni bu oynasi bog'iga qaragan, bu yoqdagi mamti ham oynasi bor, bu oynasi park bu yoq tarafga, park bulvar tarafga qaragan. Endi общий o'ziga hozir modern stilligisini men sizga ko'rsataman. Keyin undan tashqari yana boshqa stilda, neoklassik stilda ikki xil stilda sizga dizayn taklif qilamiz. Siz o'zingizga yoqqan stildan kelib chiqib, qulaydan tanlashingiz mumkin. Menga bu stil yoqdi yoki bu stil. U har bitta stilni ham etap-etapga bo'lib beramiz. Ya'ni boshlanishida hamma misol uchun anaqamizni, remontimizni etap-etapga bo'lib qo'yamiz. Birinchi etapida mana bu chorniy etap. Ya'ni bu yerda biz nima qilib beramiz? Haligi misol uchun междукомнатный перегородda g'ishtlarni urib beramiz. Keyin polni steshkasini qilib beramiz. Отопленияni ishlatib beramiz. Haligi trubalarni, issiq suv, sovuq suv trubalarini kanalizatsiyadan olib boramiz. Keyin o'sha issiq suv, sovuq suvlarni olib borgandan keyin elektritsizlar, misol uchun proyekt bo'yicha televizor, misol uchun включатель shularni qo'yib suv oqib beramiz. O'shanda sizni cho'rnishingiz bitadi. Nimaga buni maqsadi haligi bu yerda uy ko'pda, hamma uyni mana shu narsani baravar qilsa, remont bitishidan oldin o'shanda ana misol uchun qo'shnisiniki bitkazib qo'ygan, bu keyin suv oqizib yuborgan, shunaqa hollardan qochish uchun mana shu narsani qilganmiz. Santexnika qattiqki va necha yil kafolat berasiz? Smestitorlarimiz santexnikada ko'rishingiz mumkin. Nemetskiy Germaniyaniki 5 yil garantiya beradi. Bu yerda misol uchun mana qirqimida ko'rishingiz mumkin. Ichidagi qurilmasi, polni mexanizmini bu misol uchun plastmasdan emasda, bu keramikadan. Keramika uzoqqa ketadi. Mana usti latin. Bu qilib qo'yganmiz. Bu yerda misol uchun vannalarni shuni ishlatib beramiz. Hammasini ichi shunaqa. Bu yoqda mana ko'rishingiz mumkin. Laminatimiz Polshaniki, bu yerda keramik granitlarimiz Hindistonniki, bu polda devorga и крышада, kuxnada koridorlarda ishlatilgan. Bu dekorativniy shtukaturka italyanskiy, bu ham devorlarga. Bu yerda aboylarimiz italyanskiy, hammasi mo'yshi fliziliniy cho'ziladigan. To'pli pollarda firma bilan ishlayapmiz. Germaniyaniki, u 50 yil garantiya beradi. 50 yil bo'lsa yaxshi. O'sha issiq suvniki, sovuq suvniki kanalizatsiyalar, chunki u tegida qolib ketadi. Polni tegida qolib ketadi. Pol tegida qolib ketgandan keyin u uzoqqa yetish kerak. Ertaga remont qilib teshilsa yoki boshqa narsa qilsa, siz uni olib remont qila olmaysiz. Shuning uchun u narsada biz ko'proq e'tibor berganmiz, chunki bu narsa eng muhim narsalardan bittasi. Tashkent City xalqaro ishbilarmonlik markazining 1 va 7 lotida turar joy majmualarining qurilishi shiddat bilan davom etmoqda. Yil yakuniga qadar esa birinchi bosqichdagi ishlar o'z nihoyasiga yetkaziladi.